если я смогу сказать несколько слов на узбекском, могу ли я купить за 10 тысяч? Men o'zbek Men madaniyatini o'zbek hurmat qilaman. madaniyatga hurmat qilaman. Bir ikkita so'zlarni bilaman. Shunga hurmat yuzasidan 10 ming so'mdan so'rasam berasizmi deyapti. Ya'ni boshqa madaniyat vakili sifatida so'rayapti. Boshqa Bildim. millat 12 beray deyapmanda. 15 edi, 15 edi. 15 edi, 12 beray deyapman. Mayli, 12 beray. 12 ming beraman deyapti. Oxir qolganga 15 ming dehqon tashab ketyapti. Yo'q, bu savdolash bunaqa eksperiment bor. Shunaqa o'rganmoqchi. Eksperimentga bersa bo'ladimi? Bir marta eksperiment. Gullar opa bular anavi ekan, tajriba tariqasida savdolashayotgan ekan. Eksperimentga bering. Otkim yigitlar. Sen haqida oladi lekin. Oladi, haqiqatan 10 ming so'mga sotib oladi. Yigitni otkim. Otini Ismini ayting. Valeriy. Qancha beshga? Qancha beshga? Ну, давайте ваниль килограмм. Ты сможешь ее съесть? Ну, тогда Men yigitni otkim. Ярослав. Ярослав, вы за eksperiment торгуете, Да. Ладно, торгуйте. Men bu tajriba uchun anavi qilayotgan ekan. Beraman. Oladi. Olyat yo'q, Конечно, в итоге... savdolashayotgan ekan, lekin haqiqatdan ham olar ekan. Конечно, в итоге он будет покупать ваш товар. Anavi nima, sut olmoqchi, boshqa millatdan madaniyatini o'rganyapti-da, savdolashni o'rganmoqchi. Ну ладно, торгуйте. 12, 12 Если beraman. кому удастся, На русский язык. наверное, Давай. ему удастся, наверное, вам удастся. Давай. Men ham student bo'lganman. Qayda o'qigansiz? Tezlikni bitirganman men ham. Ana tezlikda necha yil ishlab pensiyaga Yana chiqdim. bir yetkazib chiqargan. Yaxshi-da, endi hamma narsadan foyda qilish kerak. За 12 тысяч. Qarang, savdolashing, kim yutib chiqarkan? Bu o'ylana. Bu торгуйте, торгуйте. Beraman. 12 тысяч сказал. 12 beraman. Да. А ты спроси, 10 тысяч. А если она не хочет, ну, чуть-чуть. Ну, добавь, Поднимаешь чуть-чуть. А в целом, чуть. Ярослав, ты скажи, если можно уступить? Ну, если Men ты katta скажи. aytmayapman senga. Bugun katta pul aytmayapman, 12 deyapman. А что значит уступить в смысле? То есть поднять цену? Не, пониже. Она Да. Tarbiyachi men. Можно понизить цену? понизит, да. Narxini yana tushirsangiz bo'ladimi deyapti. Yo'q. Оказывается, ей... Nega? O 2000 qilmasang, uchamizda ishlaydi. Оказывается, Inson 2000 olmasang nimaga o'tiribsan? Целый день она стоит. оказывается, Ярослав, его невыгодно, поэтому ему она не уступает. Men ham o'qiganman. А если Men ham student. А я вот на том... Polshamiya bilan o'qiganman. Sen kontrakt edi. Я на том конце рынка видел, что там продают за 10 тысяч штуковый килограмм. Men aytyapman, men 5 paket qop berman. Bu aytyapti sizga. Men Bana chekkada deydi, 10 mingdan oldim deydi. Endi 10 mingni ko'rdingmi? men qarang, bu Yeb qo'ydinglar, boshim olib ketdi. Berdi. Ярослав, ладно, тысячи добавь, она тоже тысячи уступает, одна и то же. 11 тысяч? Да. Хорошо. хорошо. Это справедливость будет, да. 11 ming bering, mana buniki ham emas, buniki ham emas. Yo'q, bu tajriba qilib ko'rdim. Qanaqa qilib savdolashar ekanman. Savdolash qo'limdan kelarmikan. Россиян, Томск.